Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Baliq viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, bugungi videomiz esa Afg'onistonning Mozor Sharifning mashina bozoridan video tayinladik. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda mashina narxlari bilan video davomida birma-bir inshaalloh tanishtirib o'tmoqchimiz. Aziz do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Agarda videomiz yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Sizlardan esa like va obuna, bizdan esa realniy Afg'oniston haqida ma'lumot va video kutib qoling aziz do'stlar. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, mana bu mashina adinami? Benis ekan, mana do'stlar, Benis ekan mashinani ismi. Benis degan mashina, qiymat qancha ekan buni? $11,000 deyapti. $11,000 qiymati va 2013 modeli. 2013 modeli ham 2013 ekan. Mana ko'rayotganingizdek Benis mashina ekan, yangi ekan, lekin qiymatni arzon inshaalloh kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana mashina shu do'stlar. Afg'onistonda juda ham qimmat mashinalardan desak ham bo'ladi. Nomi Benis ekan. Mana do'stlar, hozir boshqa mashinalarni ham ko'r. Mashina qimmatmi, arzonmi do'stlar? Inshaalloh kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu qancha million ekan? Million qancha vaqt million bu? Nerdan kelgan? Neni maljen yani? Bu million namadan bu? Million Dubai deyin. Dubai ha? Dubai. Keyin mana bu mashinaga kelsak, bu mashina nima bu nomi? Bu mashina Morex deydi janob. Morex ha? Afg'onistonda Morex deydi ekan bu mashinani. Buni qiymatini ham so'ramadik, lekin so'rab ko'raylik qiymatini ham. Buni ham qiymati 6,000, 5,000 lira beriyor, $5,000. Buni qiymati qancha ekan? Morex mashina ha? Morex mashina $5,000. $5,000. Morex mashina $5,000. Qimmatmi, arzonmi? Inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiring birodarlar. Mana mashinaning ichki tomonlari va ko'rayotganingizdek hali yangi mashina desak ham bo'ladi. Bu mashina nomi Morex ekan. Morexmi shunaqa ekan do'stlar. Mana ko'rayotganingizdek, mana sizlarga mashina bozor, mana bozor, ana bozor. Afg'onistonda mashina qimmatmi, arzonmi deyotgan birodarlarimiz uchun kommentariyada yozib qoldiringlar inshaalloh. Qimmatmi, arzonmi? Mana do'stlar, bu ham Lexusmi? Bu ham nomi Lexus ekan. Buni narxi qancha ekan? $7,000. $7,000 ekan, lekin bu Lexus ekan. Mashina bilekanlar biladi, lekin to'g'risi men tushunmayman mashinaga. Bilmayman, to'g'risini aytadigan bo'lsam, men mashina qiziqmayman. O'shaning uchun mashina nomlarini bilmayman do'stlar. Mana ko'rayotganingizdek. Mana birodarlar, ko'rayotganingizdek mashinaning ichki tomonlari, ichkarisi mana. Ko'rayotganingizdek mashina shunaqa $7,000 do'stlar. Qimmatmi, arzonmi do'stlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar inshaalloh. $7,000 deyapti, lekin do'stlar kelishtirib berar ekan. Masalan $7,000 desa 6,000, 6,5 yoki $5,000 ga ham kelishtirib beradilar. Mana shu mashinalar Lexus degan mashina ekan. Menimcha bu ham shu. Bu ham Lexusmi shunaqa ekan. Mashina nomini bilmayman, lekin juda qiyin ekan to'g'risi. Oldin ham mashina bozordan video olib ketganman, lekin mashina nomlariga qiziqmaganman to'g'risi. Lexus nima yozilgan? Bu yerga ham shu yozilgan menimcha. Mana buni ham so'rab ko'ramiz hozir. Bu qancha deydi buni? $5,000 ekan do'stlar. Mana bu mashina ichkari tomonni ham ko'rsatdingmi? Ko'rsatmadim, menimcha ko'rsatdik ichkari tomonni. $5,000 ekan birodarlar. $5,000. Qimmatmi, arzonmi? Inshaalloh kommentariyada yozib qoldiring birodarlar. Afg'onistonda mashinalar qimmatmi, arzonmi? $5,000. Mana do'stlar, Land Cruiser. Shu mashina Land Cruiser emasmi? Mana bu mashina Land Cruiser dedi. Afg'onistonda nomi chiqqan Land Cruiser mashina deganlar. Lexusmi bu, nima bu? Mana bu ham Lexus dedi. Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. $20,000 deyapti. Oxiri $20,000. Qimmatmi, arzonmi inshaalloh kommentariyaga. $20,000.
qimmatmi, arzonmi inshaalloh. Bu yopiq ekan nimasi. Yozib qoldiring birodarlar. Mana shunday mashinalar qayerda arzon, qayerda qimmat. Mana Afg'onistonda narxini mana ko'rsatib boryapmiz. Inshaalloh videolarimiz yo'qotadi degan umiddamiz. Bitigina like va kommentariydan chiqmasin birodarlar. Kanalga ham obuna bo'lish, ha birodarlar, likelar tekin, obuna bo'lish tekin. Obuna bo'lish uchun sizlardan hech narsa talab qilmaydi birodarlar. Mana bu mashina ham, buni nomini ham bilmayman lekin. Shunga adi nima shu? Land Cruiser ekan buni nomi. Mana do'stlar ko'rayotganingizdek $28,000 deyapti bunga. $28,000. Endi kelishtirib beradi ekan. Oxiri bilmadim qanchaga tushadi. $28,000 deyapti. Endi bilmadik. 25,000, 26,000 olsangiz kerak. Mana do'stlar, mana buni ham nomini bilekanlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Narxini aytib ketdi do'stlar. Oxiri buni $25,000 ga berar ekan mana. $25,000 oxiri deyapti. Toyota ekan mana. Toyota ham bilmadim lekin mana ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, mashina bozor Afg'onistonda. Mashinaga qiziqayotgan birodarlarimiz uchun va buni ham oxirini $30,000 deyapti mana. $30,000 deyapti, yangi ekan lekin mana bu mashina ham oxiri $30,000. Qimmatmi, arzonmi birodarlar? Yangigina ekan hali lekin. Mana do'stlar, ichkari tomoni ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, mana shunday mashina. Mana mashinani ichkari tomoni. Inshaalloh, masalan, Afg'onistondan ham olib chiqish imkoniyatlari bordir. Boshqa yerlarga ham sotiladidir inshaalloh. Nima deydi? Dasturka deydi, nima deydi? Boshqa yerlarga ham olib o'tsa bo'ladi bu mashinalarni do'stlar. Lekin biroz qimmatga tushmasa bilmadim. $30,000 ekan oxiri. Birodarlar. Mana do'stlar, elektrikli ekan. Elektrikli mashina. Ko'rayotganingizdek. Qancha? Ha, 60 nimagacha kilometr deydi, nima istedi? 60 gacha elektrikda yurar ekan, undan keyin benzinda do'stlar. $3,500 deyapti do'stlar. $3,500 va bu modeli qancha buni? 2011 ekan do'stlar, mana ko'rayotganingizdek $3,500, 2011 modeli. Mana do'stlar, mana shunday mashina bozorlar. Mana Afg'onistonda mashina bozorlar. Hozir mashinani qaranglar, mashinani qaranglar, uzoqdan turibdi. Mana olgining olsang deb turibdi. Qaranglar mana. Mana sizga mashina narxlari do'stlar. Afg'onistonda mashina bozoriga boring deyotgan birodarlar uchun mana sizga mashina. Ana mashina mana do'stlar. Buni $5,000 ekan do'stlar, $5,000 narxi. Camry ekan ismi ham. Mashinaga qaranglar, dahshat ekan lekin. Voy, mashinani qaranglar. Ador ekan lekin. Menga yoqdi mashina. Hammaga ham nasib qilsin mana shunday mashinalar do'stlar. Mana do'stlar, mashinani orqa tomonini ham ko'rsatamiz. Bu modeli qancha? Modeli 2010 deyapti do'stlar. Mana modeli ham 2010 ekan. Birodari azizlar. Mana mashina qanday do'stlar? Mashina zo'rmi birodarlar? $2,500. Mana Kurlo deydi bizlarda. Kurlo, Toyota yozilgan mana bu yerga. $2,500 deyapti bu mashinani do'stlar. Mana ko'rayotganingizdek, mana shunday mashinalar do'stlar Afg'onistonda. Birodari azizlar. Qimmatmi, arzonmi, inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiring birodarlar. Mana do'stlar, bu Afg'onistonda Poldar deydi buni. Nomi mana bu yerda yozilgan ekan. Poldar deb yozilgan. Ko'rayotganingizdek. Mashina rangi ham zo'r ekan lekin. 2009 model do'stlar. 2009 model. Poldar ekan, $5,000 deyapti. $5,000. Rangi ham qop-qora ekan lekin. Rangi qora mashina. Qora mashina yoqtir ekanlar mana. Mana sizga qora mashina. Mana sizga qora mashina, ona mashina dedi-yu. Mana do'stlar, mashinalar. Birodarizlar. $5,000 ekan bu. 2009 model ekan. Birodarizlar.
Mana do'stlar, Fortuner derkan buni nomi 27.000 dollar deyapti. 27.000 dollar narxi ekan. Qimmatmi, arzonmi? Inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiring. 2017 mana model 2017 yozilgan. Ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, motorning ko'rinishi mana shunaqa. خارجی رفتی پایسته رزید میرم من میگم برو $100 هم تو ساعت Kim egi? 27.000 dollar ha oxiri. Kelishtirib ham beradimi? Masalan 25-26. Kelishtirib ham olsa bo'lar ekan. 27.000 deyapti, lekin 25.000 shuncha olsa bo'ladi. Do'stlar, birodarlar. Do'stlar, mana buni Oylax dedi. Oylax mashinalar. Mana 9.000 dollar. Narx 9.000 dollar ekan mana bu mashina. Mana ko'rinish holati, orqa tomoni, eshik tomoni mana do'stlar 9.000 dollar ekan. 9.000 dollar. Qimmatmi, arzonmi? Buni ham yozib qoldiring birodarlar. Ya'ni Afg'onistonda mashinalar qanday ekan? Qimmat ekanmi, arzon ekan? Mana bu ham 11.000 dollar ekan. 11.000 dollar. Bu qancha model buni? Do'stlar, narxini aytib berdi bizlarga. Modellini ba'zilar yozilgan, ba'zilar yozilmagan. Mana masalan bu yerda 2017 yozilgan, mana ko'rayotganingizdek. Ba'zilarda yozilgan, ba'zilarda yozilmagan. Bizlarga narxini aytdi. Masalan bu 9.000 dollar, mana bu 11.000 dollar dedi. Narxini aytib bergani uchun shuni o'zlarimiz olib boryapmiz. Juda ham qanday desam ekan, juda ham ko'p mashina sotiladi bu yerda, arzon. O'shaning uchun odamlar o'zlari ishi bor ekan. Alloh rozi bo'lsin, video olishimizga ruxsat berdi. Video olib yuribmiz mana hozir. Odamlarning o'zi yo'q, lekin narxlarni aytib ketdi hammasini. Do'stlar, mana mashina, ana mashina. 5.000 dollar. 5.000 dollar ekan narxi. 5.000 dollar narxi birodarzlar. Qimmat arzonmi bu mashina qanday? Bu o'zi 2 kishilikmi deyman, buni qaranglar. Mashinani qaranglar, mashinani qaranglar. 2 kishilik ekan, lekin 5.000 dollar do'stlar. Mana ichki ko'rinish holati, mana shunaqa do'stlar. Afg'onistonda mashinalar qimmat ekanmi, arzon ekanmi do'stlar? Kommentariya, layklardan, videolar bizlardan do'stlar inshaalloh. Videomizga yoqsa agar, videomiz yoqsa birodarzlar, layklar soni 4.000 daga chiqsa inshaalloh, Afg'onistonda eng ko'p miniladigan mashina qaysi mashinalar? Onlardan ham inshaalloh keyingi videomiz Afg'onistonda eng ko'p miniladigan mashinalardan video qilamiz. Bu Afg'onistonda Corlo deydi buni, 2014 model. Mana ko'rayotganingizdek 2014 model ekan. 6.000 dollar deyapti do'stlar, 6.000 dollar. Do'stlar, mana mashinani ko'rinish holati mana shunaqa. Ichkari tomoni ham uncha ko'rinmayapti, lekin yopiq ekan, derazalar yopiq. Ba'zilari ochiq, ba'zilari yopiq birodarlar. 2014 modeli do'stlar, mana ko'rayotganingizdek 2007 modellar ekan do'stlar, 8.000 dollardan deyapti mana. 8.000 dollar, 7.500 dollar deyapti. Mana bu mashina do'stlar 7.500 dollar deyapti. 2006 modeli. Ko'rayotganingizdek birodar azizlar, qimmatmi, arzonmi? Mana buni qaranglar. 8.000 dollar, 7.500 dollardan narx qo'yapti. Esimdan chiqdi, lekin do'stlar, to'g'risi mashina narxini ko'pini aytib ketdi, lekin esimdan chiqdi. Mana shu 4 ta mashina esimdan chiqdi, lekin 8.000, 7.500 dollardan dedi, kelishtirib 7.000 dollarga ham beramiz dedi. Birodar azizlar, 2000 ekan modellari, 2006, 2007 mashina qa birodar azizlar. Bu oq rangi, bu qora rangi do'stlar. Oq rang, qora rang. Do'stlar, 6.000 dollardan 5.000 dollardan deyapti, lekin kelishtirib berar ekan. Masalan, 6.000 dollar dedimi, 4.500, 5.000 dollarga olsangizlar bo'ladi birodarlar. Mana shunday mashinalar birodari azizlar. Mana mashinani ichki tomonlari va tashqi tomonlari mana shunaqa birodarlar. 6.000 dollar. 6.000 dollar do'stlar, qizil rangi ekan. Endi ranglari ham farq qilsa kerak-da birodarlar. Mana ichkari tomoni do'stlar. Mashina mana shunaqa birodar azizlar. Mana bu yer ham Afg'oniston do'stlar. Afg'onistonni ham ko'rmadim demanglar mana. Mana Afg'oniston birodarlar.
Kurla emasmi? Kurlo do'stlar, $4000 deyapti. $3500 ham olsangiz bo'ladi lekin. $4000 deyapti, lekin 3500 ga kelishtirib beradi do'stlar. Kurlo mashina. Afg'oniston mashina bozori do'stlar. Afg'onistonda mashina bozorlar, hali bundan ham zo'r mashinalar bor. Inshaalloh layklar soni 4000 taga chiqsa, keyingi mashina bozoriga boramiz. Afg'onistonda eng ko'p miniladigan mashina bozoriga boramiz inshaalloh, xudo xolasa. Inshaalloh birodarlar. Bu mashina juda ham qimmat ekan, lekin Poldar deydi bu. Poldar mashina do'stlar, Afg'onistonda Poldar deb nomi chiqqan bu mashinani birodarlar. $7000 deyapti mana. $7000 Poldar degan mashina. Yangiroq ekan, lekin mashina zo'r, gap yo'q ekan mashinaga. Ichkari tomoni do'stlar. Aytib ketvering. Mana do'stlar, mashina bozor. Mana bu yerda mashinani dodalari bor. Eng ko'p mashina mana bu yerda, mana ko'rayotganingizdek. Hamma joy to'lib o'tibdi mashinadan. Yomon ko'p lekin mashinalar. Hamma joy mashina do'stlar. Hamma sotiladi mashinalarni. Mashinaning eng ko'pi burada. Mana bu yoqlar ham to'lib o'tibdi, mashina bozor do'stlar. Hammasi sotiladi shu mashina. Ko'chaning ustidagilar emas, lekin ichkari tomonda mana ko'rayotganingizdek, hammasi sotiladigan mashinalar. Har xil mashinalar bor. $5000 dan $4000, $3000, $2000, $1000. Arzon mashinalar mana qarang, taksilar ham bor ekan bu yerda. Lekin buni mashinaning ichida olyapmiz. Videoni mashinaning ichida olyapmiz. Inshaalloh bu yerga ham kelib video tayyorlaymiz. Layklar soni 4000 taga chiqsa inshaalloh bu bozorga ham kelib video tayyorlaymiz inshaalloh. Sizga chiqarib bo'lgan hammasi o'sha $3000, $5000, $4000 mashinaga qarab. Shu yerga ham kelib video olaman inshaalloh. Bu yerga ham kelib videolar olamiz, tayyorlab boramiz. Rozi yazmar, yanına gidersem ne yapayım? Qandarmi? Ha, Qandardan akajonmi? Motor yaxshi, motor qanday? Men ham akadan. Gidelim. Aferin. Sen ya. Nerede gideceksin? Nerede gidelim? Direkt gidiyen adamlar motorla gidip koyuyorlar. Mana do'stlar. Mana shu mashinani hammasi sotiladigan mashina bu. Assalomu alaykum. Birodarlar, bizlar ham videomizni shu yerda to'xtatamiz inshaalloh. Videomiz yoqsa videoga like, kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Inshaalloh keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Aka, uka, opa, singillarimiz. Bo'lmasam, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.